Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlarga bir kishilik kravatlarimizni bir qator obzorini qilib o'tamiz. Birinchi bo'lib sunduq kravatlarimiz har doimgidek sotuv mavjud bizada. Ko'rib turganingizdek yumshoq sifatli materiallar ishlatilgan. Ikkinchi kravatimiz oyoq bosh tomoni krashina MDF dan qilingan. Bunimiz 1.700 ming so'm, bunimiz esa 750 ming so'mdan. Xo'p, keyingi kravatimiz shu sunduq kravatimizni kattaroq razmeri. Buni razmeri 92 metrlik bo'ladi. Buni narxi 850 ming so'mdan. Xo'p, keyingi kravatimiz bular ortoped matrasli, razmeri o'lchamlari 2 metrga 85 eni bo'ladi. Ortoped matraslarimiz hammasi bizada 3 yil garantiyaga ega. Buni ikki xil rangi bor. Astana va Oriflion rangidan mavjud sotuvda. Keyingi variantimiz, buni ham razmeri 2 metr uzunligi, eni 90 santimetrlik. Xo'p, bunda o'sha moyishi materiallardan ishlatilgan va oyoq qismi ochib yopiladi. Ochilib narsalarni saqlashga odamlar qilib ishlatilgan. Hisoblansa, buni narxi 1 million so'mda belgiladik. Shuningdek, do'stlar, bizada shkaflarimiz ham mavjud, 2 eshikli. Xo'p, bularimiz 5 yilga polkali. Keyin buni tortmalari ham tandem tortmalardan ishlatilgan. Bolalar bosib ustiga chiqqanda ham sifatini buzmasdan. Xo'p, do'stlar, bizada dastavkamiz Samarqand shahar bo'ylab hammasi narx ichiga kiritilgan bo'ladi. Samarqand viloyati bo'ylab dastavkasi kelishilgan holatda yetkazib beramiz.